Assalomu alaykum Enamal Studioning aziz obunachilari. Mana bugungi videomiz kanalimizda eng birinchi PUBG Mobile bo'yicha eng birinchi video, eng birinchi deya olmayman, open case. Hop, bu UC'larni Elmer UC servisdan oldim. Bu omadli UC nimaga desanglar, birinchi Telegram kanalimizda olgan UC'lardan X-Suite tushgan, Varon X-Suite quroli barchasi full bo'lib tushgan. Buni Telegram kanalimizdan ko'rib o'tib ko'rishingiz mumkin. Hop, bugun ham menga X-Suite tusharmikin? Buni ko'ramiz. Hop, bundan oldin bizda Prime Plus'lar ham sotiladi. Bular bizda общий 1878 UC bor. Bular ikkitasi ham ID orqali tushadi. Ikkitasi va 60 UC dan bitta beradi, lekin kuniga 3 UC dan bo'lib beradi. Anchagina yaxshi narsa. Har 10 UC bo'lganda X kastimni ochishinglar mumkin. Men shunaqa qilib ochib bitta Varon sumkasini tushirib olganman. Mana hozir yana bitta gullik 10 UC bor ekan. Buni hozir birinchi ochib ko'ramiz. Nima tushar ekan menga? Qani, marhamat. Bosildi. Nimaga qora ekan? Hey, alo, PUBG. Alo, bak bo'lyapti. Nima X3 tiklab ishlaydi. Qani. Wow. Yaxshi. Yo'q narsalardan beryapti. Bergani yaxshi. Xo'p, bundan hozirda chiqib ketib turamiz. Bizda bundan oldin olinmagan narsalarimiz bor. Bular bonus pass. Mana 60 taqib qo'yganman. 60 darajaga ko'tarib qo'yganman. Buni olaman. Endi to'liq bo'lgandan keyin yetdi. Assalomu alaykum. Qani? Ani bo'ladi. Ochishmi? Ochish, albatta olish. Deganim. Sizlarga qaysi biri? Sarig'imi, siyoh rangimi? Sarig'imi yoki siyoh rang? Ko'pchilik sarig'ini olyapti. Lekin menga sarig'i yoqmadi. Men ko'pchilikning fikri bilan emas, o'zimga yoqqanini. Qani siyoh rang. Assalomu alaykum. Nima deyapti? Bo'ldi, ketdi. Qani olish. Yana bitta. Bosil. Yana bitta. Bosil. Yana. Va yana. Kaska. Mashina. Sumka. Kubik. Bolta. Malotokmi bu? Va qurol S12 birinchi darajada. Qani nimalar tushdi? Yana. Va bu tugabdiga. Jeshkalar. Eng kerakli narsalar. Qani ko'raylikchi, biz hozir menga eng bitta muhim narsa kerak. 2000. Menda yana 1000 yetmayapti. Mayli, buni yana to'ldirib qo'yaman. Qani bu yerda yetar ekanmi, yetmasgan. Qani bu yerdan chiqdik. Endi nima ochsam bo'lar ekan? Bitta ultimate ochib olaylikchi. Qani 10 UC'ligi bor ekan. 15 marta ochgan ekanman. 16-chi marta qani sizlarning oldingizda nima charki? Qani mana keldi. Oppoq yoki qora ultimate. Assalomu alaykum. Bu yoqdan ko'ra yaxshi. Bundan chiqamiz. Yana nimalar bor? Bizda 19-Royal Pass degan. 19. Qani mana ochilyapti. Qani. Voy, buni yurishini qaradi. Bir joylarni inglizchadagi winding pow degan joylarga qo'yardik. A few moments later. Qop-qora ekran, hali ham bitta boshdan kelib chiqmasak bo'lmaydi. Yana ketdi. Yana montajyorga o'xshaydi ishlar borki, hech sekin qiladi. 3-4 ta video tashlab qo'yganman shu PUBG bo'yicha open case qilib ochganlarim. Hali ham tayyorlamaydi. Mana ochilyapti. Montajyorga o'xshamizga.
montajyorga o'xshamas ekan. Hop, eslatma. Siz ARP A18 ni xarid qilganingiz sababli sizga tillam kelishmay qo'yapti. Har qalay o'sha qani X qani o'qib chiqqanman buni 300 million marta. Qani X bosil. Ekran ishlamayaptimi nima bo'ldi? Ayni ishlar. Bunda nimalar kelgan? Nimaga endi ana opa uka yo'q? Kiyimni ko'rsatmayapti. Bak qo'yam. Nimaga bak? Bunday tuzorlashmasi yo'q. Bunda ham o'rtacha narsalar. Har doimgi narsalar. But X bosamiz. Buni hozirlayimga qaraydi olish. Mana degan. Hop 19 360 70. Hozir olmayman. Hali vaqt bor. Qani chiqamiz unda. Ketdik. Yana qora ekran. Ochildi. Men nima olsam balaki? Moshnaga desam boshlamasda. Hop, bu yerda qaysini mana uni olamiz. Shutim yo'q. Shut kelgandan bas shut olmaganman. Bir marta, ikkinchi marta kelishi shut bu. Qani? Otash. Nima beradi? Mana kelyapti. Atik 10 ta kiyim tangiz. Yaxshi. Hop. Yana nimalar bor? Men undan nima ko'rib keladi bir. Jamgina bittali ochamiz. Qani ketdik. 10 yuziga marhamat. Sizga 10 ta tanga yoki bitta mana qog'oz parchasi. Yaxshi yo'qdan ko'ra bor. Bularda nimalar bor hali ketmabdi. Kompaniyon ochib ko'raylik. Kompaniyon balkim videoda tushib qolar degan umidda ochamiz, lekin u tik bo'ldi. Yana 10 sifrga. Yana bitta ochib ko'ramiz. Marhamat. Ya, endi prepusk bilan ochamiz. Yana bitta. Marhamat. Qani? Marhamat. Qani, hop, bundan chiqamiz. Shu yangi kelgan. Bu sabr qilib turadi. Bu hali bir ketmaydi. Ketadiganlardan ochilishimiz kerak birinchi. Bu yerda nimalar bor? Yana olishim. Nima olsam bo'lardi? Nima olsam bo'lardi? Tishga bosar degan biror zo'ronasi yo'qda bor ekan. Mifikdan 500 yili bormi? Bor ekan. Qani? Bitta. Assalomu alaykum. Nimadir tushdi. Albatta qog'oz parchasi. Yana bir nimalar bor? Bulardan olib olganmiz. 180 sizni oxirida olib ko'raman. Xo'sh, yana moshinaga slot. Mana shunaqa deb aytilarmidi? O'sha narsani ochamkina. Nima deysizlar? Hozir emas. Menda hozir undan oldin ochilgan narsa bor. Qani X kostyum bitta 570 ekan. 570. Nima deysizlar? Ochamkina. Yo'q. Bizda yana nimadirlar bor. Bu qachon ketar ekan? 22 da ketar ekan. Bu ham yaxshi yoqqanda menga. Bu yerda qancha yuziga olsa bo'ladi? Jishkaga 9000 yig'alarmikan? Mana 711 ga tushibdi ekan. Yaxshi, hozir olmayman. Yana yig'ilib tursin, keyin kamroq yuzi bo'lgan olaman. Shu jishkani qaydan olish mumkin? Mana shu Agani. Mana shu, anida mana Agi. Mashina deyapman. Olish biladiganlar bormi? Videolarni ko'raman, lekin unaqa joyda yo'q bo'ladi menda. Yoki ular chet ishlatishadimi bilmadim. Samolyotlarni olib bo'lman. Hammasi olingan. Parashyutlar, yangi kelganimi? Yana bizda nimalar bor? Granatalar, kiyimlar, transportlarim ham yetarlicha.
Xo'p, shu X kostyumni bitta xarid qilib ko'ramizmikin? Shu bittasini eshitgandim. Videoda ochilgan Open Case'lar omadli deb. Yoki varon ochamki. Varon. Bizga mana shu kerakda. Elmer UC servisdan olsanglar nima tushadi? Hozir ko'ramiz. Omadli UC servismi nimagani qarayman. Qana mana. Keldi. X kostyum. Qani. Assalomu alaykum. Voyto. Nahotki. Qanaqasiga ko'ryapsizlarmi? Elmer UC servis qanaqa omadli UC. Bu ikkinchi X kostyum. Birinchi screenshot qilib olish kerak. Bundan oldin Telegramda chiqarganmiz. Varonni full qilib olingan. Olgan obunachimiz. Voy, bu yerga nima deb yozamiz? Qana yozil. Quvnoq mashqlar. Qanaqa mashq bu? 570 deylimkina. UC. Da. Ya. Boshqa narsa yozish kerak. İçin kuysin. Kimga? Hech kim yo'q. Hozir mana yozamiz. Ana qo'llarim qaltirab ketyapti. Bunaqasi. Voy. Mana. Bugun bayram. Bayram davom etadi. Qara. Lodaning Zagruska o'qimoqda 3 ta tilda. Bo'ldimi PUBG aka? Yana 10 ta cheshka. Ya rahmat. Yanama tushdi. Yaxshi, rahmat. Yana nimalar bor? Bo'ldi. Yaxshi. Okay. Zo'r. Yaxshi. Endi agarda yana bitta X kostyum tushib qolsa yoki mana shuni to'ldirsam, yana X kostyum tushmaydi endi. Tushishi mumkin endi mana bu mintaga to'ldirsam, mana shu minta beradi. 300 ta garanti to'ldirsam, keyin mana bu qarg'am ekan, ya'ni ki varonni olamiz. Yana Ladaning xo'sh. Mana shu qarg'ani olamiz. Varonni. Bu ikkinchi marotaba tushgan X kostyum Elmer UC servis endi o'sib bormoqda. Sizlar ham qayerdan UC olish bilmayotganmisan? Mana shu Elmer UC servisdan oling. Eng omadli UC servis Elmer UC servis. Ko'p aytib mana shunday. Keyin mana shu qurollarni ham olib ko'ramiz. Yana ochib. Endi keldi kostyum. Ko'p narsasi hali olinmadi, lekin eng kattasi tushdi-ku, eng kattasi. Voy. Eng kattasi tushdi ya. Eng yangisi. Oldingi X kostyumni bilmasdan o'tkazib yuborganman. Unda Open Case oldingisini ochira olmagandim borki. Birinchi tushdi. Qani endi chiqamiz. Bu aytgancha soat 22:28 da yozib olinyapti. Video kuni 8-may, juma kuni. Mana shunaqa gaplar sekin kuchaytiramiz. Qara, ochil X kostyumni nega kelmayapti? Keldi menimcha. Hali Zagruska manda. Ana endi keldi. Ana. Bunga endi mos qanaqa qurol bor bizda? Yoki bizda qanaqa qurollar tilamdan ketyapti. Qo'llarim qaltirab. Mana bu bonus pasdan olingan qurol. Mashinalarda esa qana bizning sedan. Ana. Mashinadan buni uchta mashina ana keldi.
qurollar, yana qanaqa qurolimiz bor ekan biz yangi tushgan. Qurol. Qani? O, pichoqlardan ekan. Pichoq. Bolta, molotok. Molotok. Qanaqa molotok? Molotok emas, shekilli bu pichoqmi bu? Hali bosmagan ekanman. Pichoqning molotok shakldagisini ko'rganmisizlar? Pichoq, lekin molotok. Zo'r. O'ta go'zal. Xo'sh, yana nimalar? Bunga bizda kaska bor ekan, kassa olamiz. Bizda kelgan buning emotsiyasini olganmiz. Qani men emotsiya? Emotsiya, marhamat. Turishni qaranglar. Xo'sh, yana bizda nima nuqta? Bular olingan. Vaqt qilaylikchi. Bu olingan o'zi. Xo'sh, bu yerda. Men cho'pga. Bularni ting chiqamiz. Xo'sh. Hozir hali video tugamadi. Buni kuchaytirib ko'rishga ham hali davom ettiramiz. Bosil. Nega bosilmayapmiz? Ana bosil. Yana bizda nima nuqta? Sumkalar ham bor. Qanaqa yangi sumka bu? Bonus pastga bo'lsa kerak. Xo'p. Varon sumkasi 10 yuziga tushganda, har kuni 10 yuzidan ochayotganimda tushgan. Varon sumkasi turgani yaxshi. Qarg'an sumkasida. Xo'p, biz endi bu yoqqa o'tamiz. Yonga suril. Endi bo'lyapti. Yanada parlamoqdasan. Rahmat. Parlamoqdaman. Porlayman albatta. Qana endi mana bu mashinani almashtiramiz. Bizning qana sedanimizmi? Sedanmidi? Sedan 2. Qani qo'ydik, saqlash. Endi kiyimni almashtiramiz. Kostyumga qo'yamiz. Saqlash. O'ta go'zal. Qanday go'zal. Xo'sh, yana nimalar qilsak? Bugungi kiyimlar, pichoq. Xo'sh. Bunga mos qurol. Menga yoqadigan qurol bu DP. Bilib qo'ying. Bilib ol deyman endi. M416 qo'yildimi? Qo'yil. Endi o'tib ketdi. Qani, qo'yil. Lodining. Marhamat. Bo'ldi. Yangi saroroq narsa yo'q bizda qurol. Shunaqa narsalar tushdi bugungi videoyimizda. Hop. Qayerdan yuz olishni bildinglar? Elmer Yuz servis yoki da Telegramga Elmer admin deb yozsanglar ham chiqib keladi. Admin 24/7 deya olmayman. O'zim turaman adminlikda. Agar tekshirib ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana ID Telegram kanaliga ham tashlab qo'yaman IDni. Bemalol o'tib ko'rib, qo'l tomosha qilishinglar mumkin. Xo'sh, shulardan iborat. Keyingi open case'larda ko'rishguncha deb qolaman. Albatta open case qilsam o'zim qilib, montajni ham botski bo'lsa ham qilib sizlarga chiqazaman. Like bosing, obuna bo'ling. Kanaldan asla uzoqlashmang. Hali katta open case'lar hali oldinda. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Ko'rishguncha.